Dede canım benim, ana canım benim. Alemde ikiniz yeganem benim. Dede canım benim, ana canım benim. Halkın yanımda pervanem benim. Biriniz devletim, biriniz cennetim. Tügemez siz üçün aytilar rahmetim. Biz üçün haramda, kuvvançga to'lingda, 80-90da yaşarıp yüringda. Dede canım meni, ana canım meni. Alemde ikiniz yeganem meni. Dede canım meni, ana canım meni. Halkım yanımda pervanem meni. Kechagi kun sira ertaga qaytmaydi. Xush bu kunlarga hech nima yetmaydi. Borimni berayman, o'pib erkalayman. Siz uchun bugun shu sho'xidan kuylayman. Dada jonim meni, ona jonim meni. Olamda ikkingiz yeganem meni. Dada jonim meni, ona jonim meni. Halkım yanımda pervanem meni. Sog'omon bo'linglar, rohatim ko'ringlar. Meni ham davrimda bir o'ynab kulinglar. Mehrli ko'zingiz, duoda so'zingiz. Siz sabab shu kunga keldi-da o'g'lingiz. Dada jonim meni, ona jonim meni. Olamda ikkingiz yeganem meni. Dada jonim meni, ona jonim meni. Halkım yanımda pervanem meni. Dada jonim meni, ona jonim meni. Olamda ikkingiz yeganem meni. Dada jonim meni, ona jonim meni. Halkım yanımda pervanem meni. Halkım yanımda pervanem meni. Salomat bo'linglar. Bugun dadam ham Assalomu alaykum. Davronbek otajonim, yaxshimisiz otajon? Salomatmisiz? Otajonim, bugungi shukrona ayyomlaringiz, tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin. Ilohim umringiz uzoq, martabalaringiz ulug' bo'lsin otajon. Otajonim, bugun xonadoningizga barcha farzandlaringiz nomidan, o'g'lingiz Javlonbek nomidan tashrif buyurdik. Ularni mana shu kichkina arzimas sovg'asini katta sovg'a sifatida qabul qilasiz degan umiddamiz. Farzandlaringizni nomidan sizga ular sizni dunyolarcha yaxshi ko'rishini, baxtiga doimo sog'-u salomat bo'lishini tilab qoldilar. Otajonim, mana shu farzandlaringizni rohatini rohatlarda, kamolini kamollarda ko'rib yurishlik, mana shu nabiralaringizni to'ylarida bosh bo'lib yurishlik sizga nasib aylasin. Uyingizdan yaxshilar qadami, rayhonlar ifora arimasin. Bir necha sanoqli kunlardan so'ng onajonimizni ham tavallud ayyomlari ekan. Onajon, sizni ham mana shunday qayta yaxshi kunlar bilan muborakbod etamiz. Uyingizda faqat yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Topgan tutganlaringiz faqat yaxshi kunlaringizga, to'ylaringizga nasib aylasin. Farzandlaringiz baxtiga doimo sog' va salomat bo'lib, ularga bosh bo'lib yurishlik
sizlarga Allohim nasib aylasin. Ilohim otajon, onajon haj safarlariga boring, umra safarlariga boring. Ana shu vaqtda ham kelib mana shunday quvonchingizga sherik bo'lishlikni Allohim bizga muyassar aylasin. Mana shunday uyingizdan yaxshilar qadami aramasin. Mardlikni ham sizdan o'rgandim. Sizga o'xshab ahdliman dada. Siz bor, sira boshim egilmas. Men siz bilan kuchliman dada. Do'stlarimdan sira kamim yo'q, tashvishim yo'q, aslo g'amim yo'q. Yonimda siz doim ko'nglim to'q. Men siz bilan kuchliman dada. Davringizda yayrab yuraman, ne ko'zlasam darrov yetaman. Boringizga shukr qilaman. Men siz bilan kuchliman dada. Soxtalardan pand yedim faqat. Siz borimga qilarsiz toqat, tan olaman so'zim haqiqat. Men siz bilan kuchliman dada. Hammani ham dadasi bo'lsin. Siz borsiz, men baxtliman dada. 100 yoshda ham yonimda turing. Men siz bilan kuchliman dada. Otajon, bu so'zlar, bu tilaklar barchasi siz uchun maxsus farzandlaringiz tomonidan atalgan. Otajonim, shu farzandlaringizga bir chiroyli duolaringizdan berib qo'ying. Keyin albatta raqsga tushamiz. Rahmet, yaşlı istekler için farzandlarimizdan rahmet. Şimdi tedbirlerini güçlü tuttular. Öyle büyüsüler. Hemmenize rahmet, inan. Mehmanla hemmenize tebrikler gelip oturttular. Hemmemizi yaş günlerimizden şimdi katlaşa vergimiz. Hemmenize rahmet. Hemmeniz sağ salamet oluysalar. Rahmat otajonim, duolaringiz ijobat bo'lsin, oilangizga ko'zlar nazarlar tegmasin. Onajon, siz ham bir duo bersiz. Rahmat. Bugün şu kuyovum, oğlum doğulgan gün eken, kızım eken ikisini arka ağız günah. Şunun için ikisini koşarak et verip tuttular. Doğulgan günler kutlumarik boğay kudayım, koşak arrığıyla. Dünya. Hava aktık gördüler, çoğuluk koğuluklarını görüp, karnım ama boğu oturdular. Ballarına başçı bolup kudayım. Şulan çırakını yakıp, başçılık edip yolcu yıldız boğu oturdular. Şunu degen hemmege nasip ettiği kudayım. Hava şulanı 100 yaşa girgenden görüş bana nasip ettiği kudayım. Hava şunu durup tebriklep, 100 yaşa girgenden aytıp oturuş nasip ettiği. Kudayım sizler hem rahmet bağım. Şimdi gelip hemen kuandırıp durupsılar. Hemişe başınız işinde yaxşı günden çıkmasın. Yaxşı günlerde kısmet et, nasip etsin. Hemen ise şimdi yaxşı günler dileyim. Allah'ın rahmetini müşterikte ket tarafımız var. Neleriniz işte oturama. Kıtrak söyle. Bana beştin. Ayşe yayınlarını, kızlarını, aktıklarını, aktıklarını, toylarını görmek Kuday'ın nasip ettiği. Bize de bildiğiniz Kuday'ın yanlarınızdan ömürleriniz uzak olayım. Rahmat. Har biringizning tilaklaringiz, duolaringiz ijobat bo'lsin. Otajonim, xursand bo'ldingizmi? Qalbingizga ozgina bo'lsa-da quvonchlanadigan bo'lsak, biz maqsadimizga erishdik. Hammamizni sahnamizga raqsga taklif qilamiz. Thank you.
sıfatına dil tutalım. Uçup konup yayıramazsın insanı.